Assalomu alaykum, hurmatli bizlarning kuzatuvchilarimiz. Mana bu bemorimiz bugun klinikamizga qayerdandir aylanib kelib qoldi. Subhanallah. Necha yil oldin lechina qilib yurdik? 1,5 yil bo'ldi. 1,5 yil bo'ldi. Qarab 2 yil bo'ldi. Hay 2 yil bo'lgan bo'lsa, necha kurs lechina olgansiz? Bir kurs olganman. Bir kurs oldingiz. Ha, ahvol qanaqa bo'ldi bu yerdan ketgandan keyin? Qanaqa ahvolda keluvdingiz? Kelgan vaqtim shu yurib bilmasdim. Oyog'imga bir egri bo'lib qolgandim bir tarafga. O'sha keyin ko'p joyga bordim, operatsiya qilamiz, u qilamiz, bu qilamiz dedilar. Keyin hamsoyalar yotib chiqqan ekan beri shular tavsiya berdi, shera bo'lgan o'sha samarqandlik bacha kelgan, Mirjalol degan zo'r bacha o'sha massaj bilan ana unaqa giyohlar bilan davolaydi dedilar. O'shaga ishonmagandim to'g'risi. Bir 2 kun 3 kun o'tdi aradan, уже 3 kundan keyin o'zgarish sezaverdim-da kun sayin. Уже 6-kunga 100% yaxshi bo'ldim. 8 kunmi 9 kun yotib ketgandim, keyin ishim chiqib qolganida 100% tuzalib, yaxshi bo'lib ketgan edim. Siz bilan yotgan sheriklar qanday gaplashib turasizmi? Gaplashaman, u bachalar ham Rossiyaga metallga ishlab yuribdi. Ahvoli yaxshi. Zo'r. Endi misol o'sha payt necha pulga to'lov qilib yotdingiz? 1,3 ming shunaqa edi adashmasam. Lyuks xonasi shunaqa edim. Shuni. Ha, o'sha pulga arziydi. Hay, arziydi-ya, u bormagan joyimiz qolmadi-ku. Undan keyin ham bir haqida yotib chiqqaningizdan keyin ham eshitdingizmi yo'qmi? Bir ikkita odam bilan yo'rgan edim. Siz o'zingiz ketgan ekansiz boshqa joyga. Shogirdga jo'natmadingiz. Yo'q, endi keldi ular, keyin shu bilan to'g'risi gaplashmadim ular bilan. Nomer so'raganida, adres so'raganida aytdim. Ko'pchilik o'sha Samarqandga. Bu yerda bitta bola ishlardik undan keyin. O'sha eshitmadingizmi mana? Bir ikkitasi so'raganida aytdim. Men shera borib yaxshi bo'lib keldim deganman. Endi ular menimcha keldi, to'g'risi bilan qaytib gaplashganim yo'q endi. Nima deydi, og'riq kuchli vaqt. Bu yerga kelishdan oldin qanaqa lechinalar oluvdingizmi? Yo'q, bu yerga kelishdan bir 2 yil oldin bormagan joyim qolmagan to'g'risi. Qayerlarga? Tasanaqa nomini aytmang. Klinikalarda yoki nimaga borganman ana bu Baliqko'lmi nima deydi, Farg'onaga. Nima qilgan edi? Bonkacha qo'yuvdi. Qon olgan. Namanganga qon olganlarda mana bir 20-chilar odamni olyapmiz. Chunki kecha bitta joyga marakaga bordik. Juda injiq odam, u ham o'zimizda shu yerda bitta vrachimizni gaznasi bor ekan, pochchasi. Ana shu kishi ham boyagi tabiblarga ham borgan, boyagi og'riq bormi? Ularga ham borgan, hamma joyga borgan. Menga ham keldi, yotdi, lechinasini oldi, bir 70% og'riqlar qoldi-da, baribir injiqlanib yuraverdi. Ana shu kishi mana Toshkentga bir professorga bordim deb kuni kecha. Juda katta 8 mm, 6 mm, yana 5 mm mi girjasi bo'lgan. 100% hammasi surilib ketgan. Lekin bitta boshqa joydan tomografiya qilmagan joyimizda 3 mm girjasi bor ekan. Endi u necha bo'lgan bo'lsa o'sha payt davolaganmiz, lekin tomografiya qilmaganmiz. Ana shu kishi aytdi, "Tamom, sen girjangga mana shunday lechina olsan, qanaqa olgansan, men bilmayman, lekin u suyak emirilishdan" dedi. Qolgan bu og'riqning girjani emasdi-da. Endi aytmoqchi bo'lganimiz, u boyagida nima, o'zimiz bilmaymiz, mana bu kishini ham bir marta, sizni ham bir marta lechina qildik, 2 yil bo'ldi. Hozir o'sha yana bitta tomografiya qilsak, eski tomografiya bilan solishtirsa, solishtirishda imkoniyati yo'q. Chunki u endi sizni hech qayeringiz og'rigan yo'q. O'zingiz uchun qani nima bo'ldi ekan deb tomografiya qilsangiz bo'ladi. Atak tomografiya qilgansiz, qani nima bo'ldi? Men lekin 100% yaxshi bo'lib ketdim, chunki biron bir harakatlarga ham sezilmaydi darajada. Nima ishlar qilyapsiz hozir? O'sha yerdan chiqdingiz, men bu yerdan yotib chiqdingiz, nima ishlar qilyapsiz? Shu oldingi ishlarimda, shu mol boqaman, shu nima, bu ekskavator haydayman. Shu uy ishlari. Qarang, hozir mana 2 yil ichida qanaqa sovuqqa, issiqqa, og'riq bo'lyaptimi? Yo'q, endi qanaqadir bir nam tortib, yo bir juda bir qattiq bir unaqa tinimsiz nimadir ishlar qilsa, bir qanaqadir bir 5 minut bir sal og'riganday bo'ladi, lekin u yo'q hisobida, u ushlab qolmay oldingi og'riqlarning mingdan biri ham emasda u. Luboy sog'lom o'tamizga ham baribir charchoq bo'ladi-ku. Qolganlarga nima deysiz? Qolganlarga kelinglarni, kelib sizga ham endi qaytib ketmang. Shu bo'lib kelinglarni shu davosini olib, shu massajga kamroq azob berib davolangan mana. Ana shu olgan azoblaringizni natijasi beribsiz. Rahmat doktor, boringizga shukr. Bizlarni kuzatishda davom etingizlar har doimgidek. Rahmat. Tavsiya qilaman, kelib sizlar ham lecheniya olib, telefon nomeringizni ayting, bitta videolaringizni ko'rib, misol kimdir telefon qiladi.
To'q sonlik nomerim 511 4911. Tamam, mana shu akaga telefon qilib ma'lumotlarni, informatsiyalarni olaverasizlar. Rahmat.